ba'zi bir saytlar deymizmi, o'sha kunuzga o'xshagan, bu yog'i o'sha qalampir deymizmi yana. Endi men hozir chetdagi blogerlar, qochib ketgan blogerlar yoki bo'lmasam chetdagi o'sha ba'zi bir saytlarni aytmayapman. Ozodlikmi, Eltuzmi, BBCmi, bular endi millat dushmanlari bo'lgan kimsalar. Men ular haqida gapirmayapman. Men o'shalarni izidan ketayotgan ba'zi bir saytlar, blogerlarni aytyapman. O'sha xalq tomonga o'tganga o'xshab, men xalqni yonini olyapman deb, ya'ni shu bilan qarasaki xalqni gapirganga o'xshaydigan bo'lsa, shundalik prosmotr ko'p bo'lar ekan, shunda olqishlar ko'proq olinar ekan. Bunaqa yo'ldan yurishlik, boshqacha qilib aytganda, xalqni mayda pulga sotib olish deyiladi. Lekin siz bu harakatingiz ana shu itlarga, ana shu balchiqlarga yaqin yurishligingiz sizni men yurtimda, bu diyorimda tinchlikni istamayman deganingiz bo'ladi. Agar hozir chora ko'rilmaydigan bo'lsa, hozir bularga bir surishtiruv ishlari olib borilmaydigan bo'lsa, bularni tartibga solinmaydigan bo'lsa, ertaga yo'qotamiz. Ertaga bularni ana shunday botqoqqa botgandan keyin tomosha qilib o'tirishdan boshqasiga yaramay. O'sha aytayotgan saytlarimda yaxshi narsalar ham chiqadi. Yaxshi narsa kerak bo'lsa, u kunuz sayti o'sha men toshintishgan tomchilar ko'rsatuvim boshida hali ular chiqmasdan turib, rivojlanmasdan turib o'zlari chiqarishgan. Yomon odamlar demayapman. Lekin sizlarni topayotgan o'sha pozitsiyalar yoki o'sha tutgan yo'linglar ana ularni o'xshatyapti. Bir axlatxonaga yaqinroq turadigan bo'lsangiz, axlatni hidi keladi, lekin axlat yo'q u yerda. Sizlar ham ana shu axlatxonaga yaqin turasizlar. O'z o'rnida aytib qo'yishim kerak. Ba'zi bir saytlar deymizmi, o'sha kunuzga o'xshagan, bu yog'i o'sha qalampir deymizmi, yana bir ikkita saytlar bor. Shu va yana juda ko'p bloger vachchalar hozirgi paytdagi. Go'yo bir haqiqatni, haqni gapirayotganga o'xshab turib, bir harakat qiladigan blogerlar. Endi men hozir chetdagi blogerlar, qochib ketgan blogerlar yoki bo'lmasam chetdagi o'sha ba'zi bir saytlarni aytmayapman. Ozodlikmi, Eltuzmi, BBCmi, bular endi millat dushmanlari bo'lgan kimsalar, tashkilotlar. Ya'ni ularni o'sha rahbarlari, tashkilotlari, boshliqlari, ofislari qayerligi ma'lum. Bu bechoralar bunday aytganda oylik oladigan, mukofot oladigan odamlar. Qancha bir mintaqada, mana shu mintaqalarda notinchlikni keltirib chiqaradigan bo'lsa yoki bo'lmasam bir yomon salbiy illatlarni yoritadigan bo'lsa, shunchalik bular o'shanga yarasha oylik maoshini olishadi, mukofot. Bilingki, ular jazavaga tushgan sari, demak ular bu yoqdan o'sha illatlarni topishlari qiyin bo'lyapti. Bu illat topilmayapti degan yaxshilik emas ular uchun. Chunki u katta xo'jayinlar bor ularniki. Demak, qancha illat topsa, qancha mukofot beradigan bo'lsa, demak shuncha illat topmaydigan bo'lsa, ana shuncha planni bajarmaganligi uchun ularni qattiq jazolar kutadi. Demak, kaylarda ham planim bor deydi, yo'lda xuddi shunga o'xshagan narsa. Ana shunday saytlar bor chetdagi. Bu endi bechoralarda, endi o'z nomidan bechora bular. Bular o'zini millatdoshlarini sotadigan, o'zini millatdoshlarini botqoqlikka olib kirishga harakat qiladigan va o'zini millati, o'zini yurti, tug'ilgan yurtidan loy chiqadigan bo'lsa, qoralik chiqadigan bo'lsa, ana shu narsani elga, butun jahonga, dunyoga yoyib, bunday aytganda kayf qiladigan odamlar, kimsalar, odam deb o'ylayman. Men ular haqida gapirmayapman. Men o'shalarni izidan ketayotgan ba'zi bir saytlar, blogerlarni aytyapman. Mana shu hozirgi o'sha Xurshid Do'stmuhammad bilan ko'rsatuv olib borgan, o'zlaricha bir shaffof bo'lmoqchi bo'lgan, o'zlaricha bir haqiqatni gapirmoqchi bo'lgan, bularning tagida juda katta gaplar bor. Bu shunchaki bo'layotgan ko'rsatuv emas. Shunchaki bo'lmayapti bu narsa. O'sha xalq tomonga o'tganga o'xshab, men xalqni yonini olyapman deb, ya'ni shu bilan qarasaki xalqni gapirganga o'xshaydigan bo'lsa, shundalik prosmotr ko'p bo'lar ekan, shunda olqishlar ko'proq olinar ekan. Bunaqa yo'ldan yurishlik, boshqacha qilib aytganda, xalqni mayda pulga sotib olish deyiladi. Bilib oling, mana shunday blogerlar, mana shunday o'sha chet eldagi haligi mag'zava jirkanch saytlarni izidan ergashib ketayotgan bu yurtdagi blogermidi, saytlarmidi, boshqamidi, bularni hammasi sizni, bizni xalqni mayda pulga o'sha tashkilotlarga sotishyapti. Sotib olishyapti. Ya'ni sizdan bizdan foydalanishyapti. Haligi sal birovni tanib qoladigan bo'lsa, bir ikki marta osh-posh yeb qo'ygan bo'lsa, biror joyda o'tirib sotib yuboradi-yu, men falonchi akaning ukasiman, men jiyaniman deb. U bechora falonchi akani xabari ham yo'q undan.
lekin sotib yuboradi xohlagan joyda, gayiga sotib yuboradi, kerak bo'lsa, xohlasa bir ishi bitmay qolsa shunda sotib yuboradi. Ana shunga o'xshab siz bilan bizni, ya'ni xalqni sotyapti ular mayda pulga. Bilib oling. Nima bilan sotyapti? Siz ishonchingizga kiryapti. Siz nimadir dardingizni gapirgan bo'ldi. U dardingizni hal bo'lishligi tushiga ham kirmaydi uni. Uni o'ylayotgani ham yo'q. Unga qiziq ham emas u. Sizni bir ishingiz hal bo'lishligi. Asosiy o'sha bir sizni dardingiz bormi? Xalq nimadir dardi bormi? O'sha dardni gapirib turib, ular o'zlarining ishini bitirishyapti. Ya'ni siz bilan bizni ishlatishyapti. Meni afsuslantiradigan va meni ogohlantiradigan narsa shuki, ogohlikka chaqiradigan narsa shuki, bundaylar ana shu chetdagi tashkilotlarning izidan ketishyapti. Agar hozir chora ko'rilmaydigan bo'lsa, hozir bularga bir surishtiruv ishlari olib borilmaydigan bo'lsa, bularni tartibga solinmaydigan bo'lsa, ertaga yo'qotamiz. Ertaga bularni ham ana shunday botqoqqa botgandan keyin tomosha qilib o'tirishdan boshqa narsaga yaramay qolamiz. Tegishli tashkilotlar chora ko'rish kerak bunga. Masalan, men hech qanaqa, men nima deydi, arpa muqom olgan joyi yo'q kun o'zini. Yoki bo'lmasam boshqa bir saytlarni. Yana qaytaraman, chetdagi saytlarni aytmayapman. Ular bir tiyinga qimmat men uchun, hech kim emas ular. Men o'zim uchun ochiq bu dinimiz, millatimiz, davlatni dushmanlar deb bilaman ularni. Va o'zim uchun dushmanlarimiz aniq deb bilganim uchun bular haqida men qayg'urib ham o'tirmayman. Bilaman chunki kimligini. Lekin bu yurtda turgan, dindan gapirgan bo'lib, xalqning dardini gapirgan bo'lib turib, boshqa bo'lyapti. Men nazrimda ana shularni hidi kelyapti bularga. Ana shu saytlarni va mana bunday podkast olib borayotgan, ko'rsatuv olib borayotgan bir ikkita o'sha blogerlarni xatti-harakatlari ana shu shunda qo'shqo'llab xalqni sotib yuborayotgan o'zini maqsadi yo'lida. O'zini tirikchiligi deymizmi, ishi bitishi uchun deymizmi, yo o'sha tashkilotlardan berilgan vazifani bajarish uchunmi, bizdan sodda xalqlardan foydalanayotgan o'sha jirkanch kimsalar bor. Ana shularning izidan ketyapti, ana shularning hidi kelyapti. Agar hozir ogoh bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga kech bo'ladi. Ertaga kech bo'ladi. Ko'zinglarni ochib olinglar. O'sha aytayotgan saytlarimda yaxshi narsalar ham chiqadi. Yaxshi narsa kerak bo'lsa, u Kunuz sayti, o'sha men toshintishgan tomchilar ko'rsatuvim boshida hali ular chiqmasdan turib, rivojlanmasdan turib o'zlari chiqarishgan. O'zlarining iltimosi bilan shuni chiqaraylik biz, yaxshi narsa ekan deb chiqarishgan men narsalarimni. O'sha toshintishgan tomchilar degan yozganman kitob, o'shani audiosini Behzod Muhammad Karim adashmasam o'qib bergan edi, o'shani yoritishgan masalanda. Ya'ni yaxshi ishlari bo'lgan. Undan tashqari endi eng kichkina yaxshi ishi. Undan katta ishlari bo'lgan. O'sha Kunuzni ham boshqani ham yaxshi yoritadigan ishlari juda ko'p ishlari bo'lgan. Yomon odamlar demayapman. Lekin sizlarni topayotgan o'sha pozitsiyalar yoki o'sha tutgan yo'linglar ana ularni o'xshatyapti. O'xshab ketyapsiz o'shalarga. Bu yaxshi emas. Ya'ni bir axlatxonaga yaqinroq turadigan bo'lsangiz, axlatning hidi keladi, lekin axlat yo'q u yerda. Axlatxonaga 5 metr yaqin turibsiz, orqa o'girib turibsiz, asfalt yo'lda turibsiz. Uni birov ko'rsatib axlatxona deydigan bo'lsa, ahmoqmisan deysiz. Qanaqa axlatxona? Yo'l-ku bu deysiz. Lekin axlatxonaga juda yaqin turibdi. 5 metr yursa axlatxona. Sizlar ham ana shu axlatxonaga yaqin turibsizlar. Sizlarni ana shunday axlatlar, jirkanchlar deya olmaymiz. Chunki sizlar bunaqa deydigan bo'lsangiz, sizlar alohida bo'lib turibsizlar, lekin juda yaqin turibsizlar o'sha axlatxonaga. Axlatning hidi kelyapti. Agar bee'tibor bo'linsa, juda ko'p ko'rilgan bu narsani. O'sha axlatxonani yonlarida axlatlar ko'payib ketadi. O'zi axlatxona emas u yer. Lekin o'ylaydi odamlar, axlatxonaga yaqin ekan, bu yerga ham tashlab ketsam bo'laveradi musor deb o'ylaydi-da. Sekin hajmi ko'payadi. Masofalar ko'payishni boshlaydi. Hajmlar ko'payadi-da. Nimaga? Chunki ko'rgan odam bittasi qo'yib ketdi axlatxonaning yoniga. Keyin 1 metr bu yoqqa ham bittasi qo'yishni boshlaydi. Axlatxonaga aylanib ketadi. Agar e'tibor berib yaxshilab ko'zingizni ochmaydigan bo'lsa. Xuddi shunday sizlar ana shunday axlatlarga yaqin turibsizlar. Chetdagi o'sha saytlarmidi, boshqamidi, ana shu badbaxtlarga yaqin turibsizlar. Sizlarning harakatinglar, ba'zi bir harakatinglar, ya'ni sizlarning harakatinglarda o'sha bir bu davlatning siyosatidan norozilik, kayfiyat bor-da. Ya'ni tinchlik bor bu yerda. Ana shu tinchligini yoqtirmaslik deyiladi bundan. Kimdir boshqacha tushunadi. Sen hozir davlatning odamisan deydi, sen saroy mullasisan deydi. Shundaylar bor, og'ziga erk beradigan bechoralar, boshqa lug'atni bilmaydi ular. Lekin ana shu davlatni siyosatidan norozi bo'lish kayfiyati deganni yana bir teskarisini olib o'qiydigan bo'lsangiz, ma'nosi yurtda notinchlikni istash, tinchlikni xohlamaslik deyiladi. Bunga siz javobingiz tayyor. Qanday men o'zim yurtimda tinchlik xohlamayman? To'g'ri. Unda sapsim odam emas bo'lib qolasiz. Tinchlik xohlamayman-ku desiz. Lekin siz bu harakatingiz ana shu itlarga, ana shu balchiqlarga yaqin yurishligingiz sizni men yurtimda, bu diyorimda tinchlikni istamayman deganingizni bildiradi.
Agar tinchlikni istasangiz, agar hozir sanoqli davlatlardan bittasi bo'lib qolyapti O'zbekiston, Qirg'iziston, tinch davlatlar qatorida. Ana shu holat bardavom bo'lishini istaydigan bo'lsangiz, ana u itlarga, ana u jirkanchlarga, ana u tuzni ichib tuzliqqa tupurgan, yurtda tinchlikni xohlamagan kasofatlarga yaqinlashmang. Harakatlaringiz o'xshab qolyapti. Men juda ko'p kuzataman, juda ko'p yillardan beri kuzataman. Ba'zi bu endi bloger vachchalar, podkastchilar kecha chiqdi ular. Lekin men saytlarni kuzataman. Hit keladi o'shalardan. O'shalarni hidi. Hidinglarni to'g'rilab olinglar. Uzoqlashinglar bundaylardan. Bizni xalqimizni, yurtimizni ana shunday isqirtlarga, tashkilotlarga qo'shqo'llab topshirmanglar. Arzimagan pulmi, mukofotmi, nimadir evaziga. Bunga haqqinglar rahmat. Va ana shu podkast olib borganlarga aytmanki, ko'zinglarni ochib olinglar. Xushnudmi yo boshqasini kim bo'lishidan qat'iy nazar, ko'zinglarni ochinglar. Sizlar bu bir haliginaqa ziyolilarning suhbati demoqchisizlar, lekin sizlarni ko'rgan odam beodoblikni o'rganadi. Ustozga, yosh katta ulug' insonga beodoblik qilishlikni oddiy holat deb tushuntirib qo'yyapsizlar. Qanday sizlar xizmat qilyapsizlar yoshlarning ongi buzilishiga? Nima qilmoqchisizlar u? Nimani keltirib chiqaryapsizlar oxirida? Ko'zinglarni ochinglar. Qo'linglardan kelmasa bunaqa ko'rsatuv qilmanglar. Qo'linglardan kelsa insonga odobni o'rgatadigan. Chunki sizlar o'zingizlarcha ochmoqchi bo'lgan mavzular o'zingizlar uchun ham qiziq emas, bilasizlar. Va bu mavzular bilan hech narsani hal qilib qoyillatib ham qo'ya olmaysizlar. Buni ham bilasizlar. Maqsadinglar bitta, o'zingizlarni bir qahramon qilib ko'rsatish. O'zingizlarcha bir haliginaqa haqiqatni gapirgan odamga o'xshash. Faqat shu turibdi. Va shuni oqibatida shunday ketish emas, shuni oqibatida o'zingizlarni keyin bir nimadir ishinglarni bitirib olish deymizmi? Mana shu turibdi oqibatida. Orqasida shu narsa yotibdi. Buni ko'rgan ko'radi. Men bu narsani ko'rib qoldim. O'shaning uchun bundan keyin qadaminglarni o'ylab bosinglar. Bizni xalqimiz ustidan, ayniqsa bu ulug'larimizni, namoyandalarimizni, mana bunday ulug' shaxslarning ustidan kulmanglar, bunga biz yo'l ham qo'ymaymiz. Hozir yaxshi gapirdik. Keyingi safar yana mana shunaqa beodobliklar bo'ladigan bo'lsa, unda boshqacharoq gaplashishga to'g'ri keladi. Menimcha bungacha olib bormaysizlar degan umiddaman.